Assalomu alaykum hurmatli anglag'uchilar. Xayrli kunlar. Yozuvchi Yasinjon Sodiqcho'g'larning Bahodirnoma nomli romanining davomini o'qib bermoqchiman. Qani amisa diqqatinglar unditarda bo'lsin. Shahzoda Uvaysxon Malika Davlat Sulton xonim bilan to'y qilgandan keyin Amir Shayx Nuriddin ularga o'rtasiga yondosh selingan texnik katta qasrdan birini alohida joylab bergan edi. Mana shu sababdanmi aytavur Shahzoda hamrohlari bilan kunda degidek ko'rishamaydigan bo'lib qolgan edi. Shahzoda Saydali Olibni bir osh pishim saqlatgandan keyin qasrning mehmonxonasida ko'rishdi. Shahzoda Saydali Olibni bir osh pishim saqlatgandan keyin qasrning mehmonxonasida ko'rishdi. Ajab kamdidor bo'lib ketdi-ku Amirzodam. dedi Shahzoda Saydali Olib bilan salomlashib bo'lgandan keyin. Ular bir haftadan beri ko'rishmagan edi. Saydali Olib Shahzoda Uvaysxonning uyqusirab turgan ko'zlariga bir qarab etib javob berdi. Bizning o kunda kelib ko'rishimiz bor. Biroq oliylarning sherindamlarga aloqat yetkazmayli dedik. Saydali Olibning nimaga ishora qilib so'zlayotganligini tushungan Shahzoda xirildab kulib Ey barchiqi ustada o'zlar. Kech bilan kunduzning farqini ayrig'uchiligimiz bor bizning. Rost shundaqkan, bir osh pishimda aran o'ygandilar. dedi Saydali Olib boyatdan beri saqlig'ini Shahzodaning yuziga silib. Ranjimislar, o'zlarining uxlab qolgan chog'lari bo'lgan-ku Amirzodam. Saydali Olib to'g'riqlikdan Malika Sulton xonim bilan yangi to'y qilgan kunlarini ko'z oldiga keltirdi-da, xirildab kulib etdi. Turponga avatgan choparman qaytib keldi, dedi Saydali Olib o'zini o'ng'aysizlikdan qutuldirishga tirishib va qo'ynidan olchinbek ep kelgan xatni elib tangladi. Qachon qaytib keldi? dedi Shahzoda birdanla diqqatini yig'ib. Yelroqda ko'rishib dargohlarga yugurdim. Shahzoda maktubni ichib o'qidi. Bismillahirrohmanirrohim. Saltanat burjining nurani yulduzi bo'lmish Shahzoda Uvaysxon oliylariga behisob salomlar yo'llash bilan muborak oltin bo'ylarga sog'liq tilayman. Sadoqatman nökirimiz Olchinbekdan oliylarining Turkistonga qadam keltirgandan keyin ishqutiga mubtalo bo'lganliklarini qudratli Allohning inoyati bilan ol mahbubning visoliga yetish oldida turganliklarini anglab behisob so'yindik. Oliylarining chin yuragidan ko'ngil bergan mahbub bilan nikohliq bo'lishi el yurtning, saltanatning baxtidir. Allah degan bandisini bir hukmi bilan g'amga duchor qilsa, yana bir himmati bilan baxt saodatga erishtirar ekan. Oliylari xabarsiz qolmag'aylarki, ushbu kunlarda Sulton Shir Muhammadxon oliylari og'ir kasalga mubtalo bo'lib qoldi. Aşı nusratsiz Turkiston yurishidan qaytib kelgandan beri o'rin tutib yetib qolgancha faqatli o'ri bo'lanmadi. Kasal osartidan o yoki boshqa sababdan aytavur texmi gumonxo'r, texmi xuyluq, texmi zolim bo'lib qoldi. Bizdek ulus-begi tugul, o'z vaqtida taxtga o'tirishi amdamda bo'lgan eng yaqin amir sarkarlarga ishonmaydi. Xudo urganni Xudo bandi qo'shlab uribdi degandek. Yaqindan beri Mo'ng'ullar Boris ko'lni besib olib, ko'zini qumulga tikmoqda. Lashkar totib berib yovg'i taqobil turayli desak, nazam billah yorliq tushirmay turib oldi. El yurt yovning tahlikasida turibdi. Ammo ilojisizmiz. El ra'yatni zolimning zulmidan, yurt siminni yotlarning istilosidan qutuldirmoq ibodatning eng kattasidir. Ol bayistin o'ltirgan bo'lsalar qo'pqayla, qo'pqan bo'lsalar mang'ayla, mangan bo'lsalar yugurgayla. Buni sadoqatman amir sarkarlarning adl adolatga homiy bo'g'ichi posibonga tashna avom ra'yatning arzi deb bilgayla. Hozir Sulton Shir Muhammadxonning o'zining hojatidan o'z chiqarlig'idek majoli yo'qdir. Bu o'zlar uchun yaxshi fursatdir. Tezden ostoniga kelsilar. Xon ig'ir kasal bo'lib yotganda, saltanat kishilarning huddidan chiqamaganda,
qaytadan taxt sahibi belgilab qon almashtirish aboyi ajdodlarimizdan qolgan saltanat yo'sunidir. Hozirgi ahvolda qurultoy chaqirib xonlik taxtga o'zlarini o'ltirg'izish tamoman yo'lliq ish. Balkim bir qism amir sarkarlar muxolifat sepida turishi mumkin. Lekin eg'ir kasalda yotgan Sulton Shir Muhammad xonning ularga homiy bo'lolg'uchiligi yo'q. O'zlar faqat ozg'ina lashkar bilan ostonaga kelib, surhayva ko'stib qo'yislar kifoya. Qolgan ishlarni o'zim bir yoqlik qilaman. Muborak oyoqlaridan to'zg'an changlarni ko'zimizga surtishga tashna bo'lib turg'ichi Olusbega Xudoydatdin deb bilorlar. Shahzoda Uvaysxon xatni o'qib bo'lib birdanla xiyolga patdi. Tağısı Sultan Shir Muhammad xonning eg'ir kasalga mubtalo bo'lganidan nima uchundir ancha xushal bo'lanmadi. O'zining hojatidan chiqolmay yotgan bir odamga qarshi lashkar tortib borsam qandoq bo'lar? Jahon sultonlari meni nomardlikda ayblamasmi? Olusbek hazratlari rost aytadi. Albatta bu taxt saltanatni so'yib ilishning eng yaxshi fursati. Lekin raqib bo'g'chining menga qarshi qilish yalang'ochligidek majolimi bo'lmasa, bundaq paytda ostonaga mayli ko'p, mayli oz lashkar bilan boray, nomardlik bo'ladi. Jahondagi bahodir azmatlar meni mazoq qiladi. Albatta, taxt saltanatni qo'limga olg'umba. Lekin xon tog'amni botirligim bilan yengib, qoyil qilib undan olg'umba. Hozir xon tog'am eg'ir kasalga mubtalo bo'lib, o'zining hojatidan o'z chiqolmayotgan, hatto yuziga qo'ngan chivinni qo'rishga majoli yetmayotgan vaqtda, ya'ni kelib Mo'ng'ullar boris kunni besib olib, qo'milga tahdid silayotgan chog'da toj kiyib taxtda o'ltirishga oldirsam, aldirayat nima deb qolur? Xon tog'amning sadoqat bilan sarkarlari bor. Ularni bir chetda qarab turmas. Ular bilan yog'i qilsam, cho'qimki qon to'kilmay qolmaydi. Saltanatimizga ta'arruz qilgan yov bilan korimiz bo'lmay, o'zaro qirg'in qilishsak, sarkar lashkarlarning ishonchidan ayrilib qolgan oz deb munofiq degan batnomga qolmamdiman. Nimani xiyol qilyotdilar oliylari? So'radi Said Ali shahzodaning chunqur xiyolga petib qolganligini ko'rib. Shahzoda asta peshini ko'tardi. Ol maktubni o'zlami o'qib baqsizlar amirzodam. Said Ali olib, maktubni qo'liga ilibla tezlik ko'z yugurtib chiqdi. O'zlarining o'ylarini bilib boqqinba, dedi shahzoda salmoqlik bilan. Toji taxtni qo'llariga oladigan fursat oxiri pishib yetilibdi, dedi Said Ali olib. Endi ostonaga ziyoda ko'p lashkar to'plab berishimizning hojati qolmabdi. Oldirab qolsak qaynotlari Amir Shayx Nuriddin oliylaridan 1-2 ming lashkar so'rarmiz. Mening qaynotamning soyasida Turkiston lashkarlariga tayinib toji taxtni olg'im yo'q, dedi shahzoda gapni cho'rtli kesib. Undaq bo'lsa, ostonaga borg'icha ozdila lashkar to'playdi. Fahmimcha 4-5 ming lashkarni kuchmayli jo'g'lay olamiz. Shahzoda Uvaysxon Said Ali olibning ko'ziga qarab turib so'radi. O'zlarcha hozir toji taxt shuncha zarurmidi, amirzodam? Said Ali olib taajjublandi. Bu nima deganlari oliylari? Maktubning mazmunidan to'liq xabar topdilar. Ol himmatsiz xon tog'amning shul topda eg'ir kasal asoratida chivin qo'rg'idek majoli yo'q ekan. Bundaq ahvolda u bizga qandoq raqib bo'la olsin? Raqib degan, garchi ojiz bo'lsa-mu, sog', bardam bo'g'ini tuzukdir. O'shundaq ahvoldagi odamga taxtanlab berish nomardlik bo'lmasmi? Uning ustiga yog'i degan o'lim yetimga sabab bo'ladi. O'ylab baqsam, amirzodam, men Turkiston lashkarlarini mayli jiq, mayli oz boshlab boray, baribir o'z ilmga yotlani boshlab bo'lgan atoqqa qolaman. O chaqda o'rdadagi amir sarkarlar emas, odatdagi avom ra'iyatmi meni munofiqlikda, tuzkorlikda ayblaydi. Haqiqiy bahodir degan o'zga, o'z qavmiga tayinish kerak. Men Turkiston sultonining kuyog'li bo'lsam-mu,
lekin o'z farzand emasman. Mayli men nadil bo'lmay, o'zimni buyuk Uyg'ur elining farzandi deb hisoblayman. Shunga har qanday bahona sabab bilan ona vatanimga yot elning sarkarda lashkarlarini boshlab borolmayman. Unda qisam bahodirlik, o'g'lonlik shavkatimga dog' tekkizib olaman. U chaqda el ra'yatmi meni posbon bo'lish layoqati yo'q deb himoya qilmaydi. Boya el yurtdan 4-5 ming lashkar to'plamoq ancha tez emas dedilar. Rost, bu mumkin. Lekin men bu lashkarlar bilan o'sha Nimjon tog'amga qarshi yog'i qilsam, o'zlarcha bo'lurmi? Mayli o'rdadagi xon lashkarlar bo'lsin, mayli biz to'plagan lashkarlar bo'lsin, hammasi vatandosh-ku. Ular bir-birining qinini to'ksa, beshini kessa to'g'ri bo'lurmi? Vaqti kelganda biz Boris ko'lga besib kirgan Mo'ng'ullar bilan Qashqarni besib yotgan Samarqand lashkarlari bilan kimga tayanib yog'i qilamiz? Saydali olib tengriqdi. Vujudi bir qitim silkindi. Amsi qandoq qilsak bo'lur oliylari? Sulton Shir Muhammad xonning Nimjon ahvolini deb taxt saltanatdan voz kechilimi bo'lmas. Baboy buzurgning xetida qayd qilinishicha, Shir Muhammad xon sarkarlarning Mo'ng'ullarning ta'arruziga qarshi jazo yurish qilishiga farmon bergili unumapti. Oshundoq turaverilgan bo'lsa, Mo'ng'ullar qo'mulnimi besib oladi. Ayni mutta, dedi Shahzoda Uvaysxon cho'nqur xiyolga patgan holda. Meningcha, o'z hojatidan chiqolmoqdek ahvolda yotgan xon tog'am hozircha bizga raqib bo'lolmas. Shunga hozircha taxt saltanat davosini nazardan soqit qilib, avom ra'yatni Mo'ng'ul ta'arruziga taqobil turishga da'vat qilaylik. Besib o'tganki yurtlardan qanchalik lashkar to'plasak shunchalikni elib Turponga emas, Udul Qumulga boraylik. Qumul amiri Supurgi Mirzo mardumardona, sadoqatman kishi. U cho'qim ta'arruzchilarni qo'g'lab chiqarish uchun biz bilan ko'maklashadi. Tasarrufimizdan bosqinchilarni qo'g'lab chiqargandan keyin ondan boshqa ishlarga bosh qotiramiz. Saydali olib Shahzodaga qoyillik bilan nazar tashladi. Oliylarning mulohizasi ko'nglimdagi tumonlarni butunlay supurib tashladi. Boy taxt saltanatni elish savdosida to'limi qaltibamlarcha o'ylabdiman. Unda qocharoq yo'lga chiqsak bo'lur. Darhol hozirlik ko'raylik. Kechikkandimi 2 kun ichida yo'lga chiqaylik. Vujudi qaytadan umid ishonchga to'lgan Saydali olib Shahzoda bilan xo'shlashdi. Turkiston hukmdori Amir Shayx Nuriddin Shahzoda Uvaysxonning tuyuqsizla yurtga qaytmoqchi bo'lganligini anglab, da'monlikqa bir narsa deyamay turib qoldi. Ulusbegi Xudoydatning kuyovliq avatgan xetini yenish-yenishlab o'qidi. Kuyovlining Udul Turponga lashkar tatib berib, chivin qo'rishqimi majoli yetmay yotgan Tog'zi Sulton Shir Muhammad xondan toji taxtni tatib olmay, Qumulga berib, Mo'ng'ullar bilan jang qilmoqchi bo'lganligiga ancha qoyil bo'lmadi. Shahzodaning nima qilgani bu? Ulusbegi gapni ochiq qilib tug'mana. Udul Turponga berib toji taxtni qo'lga olsa, Ulusbegidek kuchli qo'llag'uvchisi bo'lgandikin kimni g'am qila oladi? Kesal yotgan Shir Muhammad xonning qo'lidan nima keladi? Avval Turpon taxtigohini qo'llariga olganlari yaxshi edi, dedi Amir Shayx Nuriddin maslahat tariqasida so'zlab. Navoda Qumulga borganliklari Sulton Shir Muhammad xonning qo'liga yetsa, oqillardan lashkar avatmaydi degili bo'lmaydi. Ol chaqda Mo'ng'ullar bilan xon lashkarlarining orasida qolmaslimi? Avval toji taxtni qo'llariga elib olib, ondan Mo'ng'ullarga jazo yurish qilsilmi kechikkan bo'lmaydilar. Navoda Turpondagi sarkarlarning itoatsizligidan voyim islar. Sizlar farzandimiz uchun biror tuman lashkarni zinhor ayamayman. Himmatlarga rahmat oliylari, dedi Shahzoda qiynatisiga tavazzu bilan minnatdorlik bildirib. O'z elini yotlarning ta'arruzidan qo'g'dimay toji taxt xemida bo'lish
haqiqiy bahodirlarning fazilati emas. G'ururini payxon qilish badaliga boshqa kelgan toj hukmdorga haromdir. Şoňa kesel azabida ingrap yatgan Zayib xonning beshidagi tojni elishdan zaminimizga ta'ruz qilishga petingan bosqinchilarning qonliq qilichiga ro'bro kelishni munosib ko'rdim. Agal ona vatanimiz yotlarning nopok oyog'idan xoli bo'lsin. Tacı taxt işini andın o'ylasharman. Allohning ijozatisiz qil davrmas debdikan. Taqdirning peshonamga kutgani bordir. Oliylari cheksiz himmatlari bilan eg'ir kunlarda beshimizga tushgan kulfatlarni dab yiqildilar. Yana texi bizni lamakan sayoq ko'may, o'zlariga kuyog'ul farzand qilib, mehr shafqatlarini aqtodiga yetkazdilar. Amdilikda bir tuman lashkar iltifot qilmoqchi bo'lib himmatlarga ko'pdan ko'p rahmat. Lekin buni qabul qilolmaymiz. Chunki bir tuman Turkiston lashkari Mo'g'ulistonga qadam bossa, Mo'g'ullarning tahlikasida turgan el-yurt yana bir yog'udush kelgandek tuyg'uga kelib ehtiyot qiladi. Ko'nglida vahima paydo bo'ladi. Meni vataniga yotlarni boshlab keldi deb iztirob chekidi. Ko'ngli soviydi. Ol chaqda meni emas, Sultan Shir Muhammad xonni qo'llaydi. Şoňa her ne görsem el ulusun bilen körey. Qaytışımga icazat bergeyla. Emir Şeyh Nuriddin Şahzad Uvays xonga gap tepib beremey birdam turib qoldi. Ağıcılarını qandaq qılıla? Şahzad Uvays xon qiynatısının ko'ziga yalt etib bir qarab etgandan keyin tamkinlik bilan javob berdi. Faziletli hatun öz kuyusi bilan birga tetigan sirkini Holga deb biladi. Holga, holva degan ekan, turpan shivisi debdi izohatda. Malikam ana shundoq faziletli hatunlar toifasidandir. Odiylarning quyoshdan haroratlik otliq mehrida g'amsiz o'sgan ul nozik gulning kaminalarning peshini tutib, safar mushkulotlarida riyozat chekishi aniq. Lekin imkonimning yetishicha uni ziyorat tatqizmayman. Uni riyozat tatqizmayman. Ko'z qarchiqimni asirgandek asrayman. Şuna oliylarining malikining men bilan birga ketishiga ijozat berishlarini so'rayman. Biz malikini shahzod oliylariga o'z roziligimiz bilan nikohlab berganmiz. Garchi malika bizning yurak borimiz bo'lsa-mu, lekin hozir silining ahli ayollaridir. So'ng uni silidan ayirib olishga haqqimiz yo'qdir. Faqat uning riyozat chekishidan voyim yeymiz. Navoda malikimiz shahzod oliylari bilan birga riyozat chekishni ixtiyor qilsa, biz rozi. Oq yo'l tilashdan o'zga amalimiz yo'qdir. Shahzod Uvays xon yenida yerga qarab turgan Malika Davlat Sulton xonimga yalt etib qaradi. Men shahzod oliylarining nikohiga o'tgan ekanman. Shahzod uchun chekkan har qanday riyozat mushkulotni rohat deb bilaman. Xon otamning rozi bo'lishini tilayman. Malika bir chetda ko'ziga yosh elib turgan onasiga qarab egildi. Sen rozi bo'lsla ana. Xonish buqildab yig'lig'inicha ta'tir qarab oldi. Men rozi qizim, dedi yuragi echib turgan Amir Shayx Nuriddin bo'g'iq ovozda. Kuyovlarning holidan obdan xabar olsla. Dilini ranjitmislar. Amir bir necha daqiqa turib olgandan keyin shahzodaga yuzlandi. Har qanday mushkulotga duchor bo'lsalar, darhol xabar ibarsizlar. Qo'limdan kelishicha hamdam bo'laman. Lashkar elib olishni xohlamaslar. Hech bo'lmasa biror yuz nökar bo'lsa-mu elib olsizlar. Nökarlarimning eng bahodirlarini dilxohlab beray. Ularni o'zlariga hamdamchi deb bilmay, Malikning qo'riqchilari deb bilsinlar. Hech bo'lmasa safar ustida ayollar, bolalarga qo'riqchilik qilsin. Oliylarining himmatiga hashqallar, dedi Shahzod Uvays xon 100 nafar qo'riqchi elib olishga ma'qul bo'lib.
Shundaq qilib, Shahzoda Uvaysxon qaynotasi bilan xo'shlashib, tong saharda ona vataniga qarab yo'lga chiqdi. Qumul. Texi əmdili başlanğan köz bəzli, bu mehri issiq qədmi bostanlıqni xuddi to'lgan juvonga o'xshash ajoyib jalbkor, nazokatlik tusga kirgizgan edi. Sharqiy Tangritog' tizmalaridan askan o'rg'ur shamol ollaqayoqlardandir mazzilik qo'g'in hidini dimoqqa urib, xuddi Naznenning rohatlik tiniqidek jonga huzur bag'ishlaydi. Oq ko'ngil, tuzmijaz, To'g'ma Bahodir Qumul xalqi shu kunlarda Borisgöldan Qumulga qarab kelayotgan Mo'ng'ullarning yo'lini to'sib jang qilayotgan bo'g'ashqa pishib may bog'lab sapqidan uzilib ketgan qo'g'illar etizliqlarda yig'iqsiz qolgan edi. Shu sababdan butkul Qumul vodisini qo'g'in hidi qoplab ketgan edi. Qumul Amir mahkamasining lashkariy ishlar kengashxonasini eg'ir sukut qoplagan edi. Kengashxonaning to'rt tarafida Shahzoda Uvaysxon, Saydali Olib, Sarkarda Bo'ron xo'ja, Paga tarafida Qumulning noib amiri Supurgi Mirzo, Amir lashkar Roji xo'ja Niyoz, Ishkaga Oxunbay, Sarkarda Manglik Oqniyozga o'rin elishgan edi. Shu topda Shahzoda Uvaysxon Amir Supurgi Mirzodan taqozolik bilan javob kutib o'tibdi. Amir Supurgi Mirzo o'ltirgan o'rnidan biroz qimirlab qo'yib, gelini qirdi. Qizg'uch salon soqol bosgan oq seriq chiroydan allaqandoq muhim bir ishda bir qarorga kelinmay ikkidoim bo'lib turganligi bilinib turadi. U yana bir qitim gelini qirib olgandan keyin eg'iz ochdi. Orduning Shahzoda oliylarini tutish farmoni chiqarganligiga bir necha yil bo'lib qoldi. Saltanat qonuni bo'yicha Shahzoda oliylarini tutib orduga avatib berishimiz kerak edi. Ammo Shahzoda oliylari hozir diyori Qumulga bir qochqin tariqasida emas, el yurtning beshiga kelgan yog'i bo'lish uchun Sarkarda Sipoh tariqasida qadam keltiribdi. Xon oliylarining eg'ir kasalga mubtalo bo'lib o'rin tutib yetib qolganiga xeyli oylar bo'lib qoldi. Mo'ng'ullarning Borisgölni besib olib, Qumulga tahlika selayotganligi haqida bir necha oydan beri orduga uzildirmay ma'lumot yo'llab turyapmiz. Ta bugungacha ordudan hech qanday yordamga erishanmadik. 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan erkak sotining hammasi qo'liga yaroq elib, bosqinchilarning yo'lini to'sib atadi. Oliylarning el yurtning beshiga kelgan eg'ir kulfatdan xabar tepib, Yiroq Turkistondan yo'lga chiqib, atrofiga yurtsuyer azmatlarni yig'ib, bizlarga ko'maklashish uchun kelganidan rostdanla so'yinib ketyapmiz. Shahzoda oliylarining bu bahodirlik jasorati bizlar kim Qumul ra'yitining g'ayratini hassilab oshirdi. Garchi Buyuk saltanatimizning posiboni Sultan Shir Muhammad Xon oliylari bilan Shahzoda oliylari muxoliflardan bo'lsa-mu, hozirgi paytda ul bosqinchilar, ul muxoliflarning o'rtaq ag'yoridir. El yurtni yog'idan qutuldirish uchun o'ttirdagi nizo adovatlarni to'xtatib, ko'maklashmak albatta farzdir. Ammo ki Sultan Shir Muhammad Xon oliylarining adovatni qayirib qo'yib, bosqinchilarga qarshi turg'idek rag'bati bormi yo'q, bunisi bizga qorong'udir. Shahzoda oliylari toji taxt uchun emas, el yurt uchun lashkar tortib kelgan ekan, xon yorliqiga xiloflik qilish ko'lli ketadigan eg'ir gunoh bo'lsa-mu, yanala yorliqqa xiloflik qilishni loyiq ko'rdik. Janobi baglarim, dedi Amir Supurgi Mirzo atrofidagi bag sarkardalarga qarab. Kamina noib amirlarining koltipamimcha hozir xon yorliqiga itoat qilib, Shahzoda oliylar bilan qarshilashgandan ko'ra, Shahzoda oliylar bilan bir niyatda hamdamda bo'lib, bosqinchilarga taqobil turish afzaldir.
Ol sebepten xon aliyleri qanchalik g'azab qilsa, barliq mas'uliyatni o'z gardinimga olurman. Madamki janobi baglarim kaminaning bol taklifini loyiq ko'rmasa, kamina noib amirlarining koltipamimcha hozir xon yorliqiga itoat qilib, shahzoda oliylar bilan qarshilashgandan ko'ra, shahzoda oliylar bilan bir niyatda hamdamda bo'lib, bosqinchilarga taqobil turish afzaldir. Ol sebepten xon aliyleri qanchalik g'azab qilsa, barliq mas'uliyatni o'z gardinimga olurman. Madamki janobi baglarim kaminaning bol taklifini loyiq ko'rmasa, hozirli ostoniga berib, xon aliylarga arz qilsa bo'ladi. Qilchilik ranjimayman, ham yo'linimi to'smayman. İxtiyor o'zladi. Kamina uchun dushman bilan bo'ston chimanda bo'lgandan ko'ra, do'stlar bilan pishanda bo'lganim ming afzal. Amir Supurgi Mirzaning javobini anglab, Shahzoda Uvaysxonning chiroyida tabassum jilva qildi va ko'zini boshqa qumulbaglarga tikdi. Janob Amir shundoq niyatga kelgan ekan, biz albatta farmonbardorlikdan bosh tortmaymiz, dedi Amir Lashkar Roji Xo'ja Niyoz. Janob Amir ko'nglimizdagi gapni qildi, dedi Ishqog'a Oxunbek. Ogal bosqinchilarni tasarrufimizdan qo'g'lab chiqarib, ra'yatning ko'nglini xotirjam qilaylik. Shahzoda oliylar bilan ko'maklashganimiz uchun xon oliylari g'azab qilsa, bir o'lish jazoni bizmi gardimizga olurmiz. O'zlar nima desala biz shu, dedi sarkarda manglik Oqniyoz Supurgi Mirzaga qarab. Bir necha oydan beri orduning hech qanday laskari yordamini ko'rmadik. Bosqinchilar bilan bo'lgan bir necha qitimliq yog'ida bahodir laskarlarimizla oz emas, avom ra'yatmi oz talafotga uchirmadi. Elimi avom yeydig'ini bizga akilib beryotdi. Vaqtni shundoq so'zlayversa, bardoshlik bermay qolatdik. Ta'limimizga shahzoda oliylari el-yurtdan manglagan shirpanchilik azmatlarni yig'ib ko'maklashishga ketdi. Bu Alloh taoloning bizga qilgan katta inoyatidir. Janobi baglarimning jasoratiga tasanno, dedi Amir Supurgi Mirza mamnun bo'lgan holda. Endi avom ra'yatga ajdodlarimizga yuz kelaydigan bo'ldik. Turkistondagi cheg'imdala Qomul diyoridagi janobi Amir baglarning sadoqatidan qilchilik gumonlamagan edi, dedi Shahzoda Uvaysxon rozimanlik bilan. Xotirjam bo'lishsiligi, ol bosqinchilarni tuproqimizdan qo'g'lab chiqargandan keyin har birlarini qilchilikdan qisqitib qo'ymay, Qomuldan darhol ketaman. Ham shunimi bilib qo'yasizki, garchi janobi xon tog'am bilan toji taxt sababidan adovatlashgan, kelishtirgisiz muxoliflarga o'ylangan bo'lsaqmi, eg'ir kasal azobida o'z hojatidan chiqolmay yotgan raqibdan toji taxtni tortib olish niyatida bo'lmayman. Chunki raqib ojiz, zaif vaqtida jangga undash nomardlikdir. Uning tezroq shifo tepib kamina bilan ro'bro yog' qila olishini kutaman. Shu chog'da janobi bek sarkarlar xolisa xon tog'amni, xolisa kamina Uvaysxonni posibonlikqa dil xohlisi bo'ladi. Odil, ra'yatparvar, shir-sifatlik podshohlar Alloh taolaning yer yuzidagi rahmat soyasidir. Uningdan ulug'shaq el-ulus panohlanib bahriman bo'ladi, dedi hayajonlangan Supurgi Mirza. Gerçi Sultan Shir Muhammadxon oliylarini rahmat soyimiz bilib kelgan bo'lsaqmi, beshimizga kelgan Mo'ng'ullarning kulpiti shahzoda oliylarining jasorati bilan dabiy bo'g'isidir. Shul topda shahzoda oliylariga kichikgina taklifim bor. Qabul qilishlarini o'tinaman. Xo'sh, qulqim o'zladi, dedi Shahzoda Uvaysxon. Gerçi ordudan tutish buyruq chiqarilgan bo'lsa-mu, o'zlarining shahzodalik martabalari bordir. Biz Qumul viloyatining noib amiri bo'lsaqmi, martabamiz tang emasdir. Shunlashqa shahzoda oliylari jazo yurish qiluvchi qo'shinimizning amir lashkari bo'lib bo'lsa, biz otgan o'qlar bo'lib, sarkarlik majburiyatimiz ado qilsak. Unda qilsak qandoq bo'ladi, janob amir?
dedi Şahzad Üveysxan bu təklifni qəbul qılmay. Özlər degan mərhum Cənnət Makam Babay Düzürük Sultan Muhammedxan aliylər yarlıq düşürüb mənsəb təyin degan ordu əmri. Gerçi biz nəsəb cəhətdən şahzad bolsaqmı, xan tağam mənsibimizni tövəllitib etken. Şoňa qoşunğa yanıl özlər rəhnama boğanlara tüzük. Biz Allah qaçan xan yarlıqı sərkəslik qılışqı petindik. Endi ordu yosuni saltanat qanunlarına sürüş qılıp oltırışqa vacet qanmadı. Bolup mu hazırqı muşundaq ciddi peytdi, dedi Süpürge Mirza. Boy etqinimdək gerçi mənsəb cəhətdə biz üstün tursaqmı, nəsəb cəhətdə yanıl özlər üstün turdular. Özlər rəhnama bolsla, bütkül qoşunu itbaqlaştırış qılı əməz, jasarıtın urğu tuşqımı köp paydası ba. Şoňa təklifimizdə rədd qılmağayla. Əmir canaplarının təklifini rədd qılmağayla aliləri, dedi başqa sərkərdilərim. Əmir canaplarının təklifini qəbul köslər aliləri, dedi Səydəli alıp mu eğiz içib. Avam rəiyyət şahzad alilərinin basqınçılığa qarşı yağ qılmaq üçün kəginini bilsə, ruhi kötürülüdü, jasarıtı urğuydu. Canab əmirlərinin arzusu şu bolsa, rədd qılışqa amalım yoxdur, dedi Şahzad Üveysxan. Ondaq boz tezrək fərman bəslə aliləri, dedi bayatdan beri gep qılmay oltırğan sərkərdi Boran Xoca. Bu yerdə quruq paran silib oltırıvermey, ol yağının üstüge leşker tataydı. Şahzad Üveysxan bu qopal, aldırangı sərkərdisiga hürmet bilen qarab qoyub eğiz açdı. Ondaq bolsa Janab sərkərdiler fərman qəbul qılğay. Həmməylə Şahzadının ağzıga qarab qəddini ruslab tik oltırışdı. Əmir Süpürge Mirza canapları bütkül qoşununun yandaş əmirləşkiri bolup qalib tuturğay. Əmirzadı Səydəli alıb Bəranğar, Cəvənğar qoşununun sərkərdilikini, sərkərdi Racı Xoca Niyaz, Bəranğar qoşununun yandaş sərkərdilikini, sərkərdi Boran Xoca, Cəvənğar qoşununun yandaş sərkərdilikini, İşqağa Axunbək Çağdavul qoşununun sərkərdiligini, İşqağa Axunbək Çağdavul qoşununun sərkərdilikini, sərkərdi Məlik Axniyaz Yazək qoşununun sərkərdilikini üstüge ağay. Ləşkeri yasaq qatlıq icra qılınğay. Başdaxlıqı zinhar orun verilmegay. Fərman bərdarmiz, deyişdi barlıq sərkərdiler orunlardan turuşup. Izahatlan oqub ötəy, qalib qoşununun ottırı, yüreki, Bəranğar sol kanat, Cəvənğar on kanat, Çağdavul arka muhafizet qoşunu, Yazək aldın yürüp çarlıqıcı qoşun, depti izahatta. Cay alsınlar, dedi Şahzada sərkərdilərini oltırışqı buyurup. Quruq mülaqat qılıb oltırıvermey aliləri, dedi sərkərdi Boran Xoca. Əmdi hücum qılışqı fərman bəgəylə. Aldırmağayla sərkərdə, dedi Şahzadə təmkinlik bilən. Agal puxtaraq tədbir tüzüb alaydı. Bizning yavının əhvalatıdan texi tüzük xəbirimiz yoxdur. Əmir Ləşkər Süpürge Mirza canaplarının təklifini anlap baxsaq. Özümüzni mo, özgünümü bilgəndə ondan qalbi nüsrətki yüzləngili bolur. Yav Ləşkərlərinin sanı bizninkiden köp buluplu qanmasdan, ozuq tölük, yem xəşkimi həm toluqdur, dedi Əmir Süpürge Mirza. Onun üstüge Ləşkərlərinin piyadları az, atlıqları köp. Bizninki bolsa dəl onun əksicə. Netçaydan beri ordudan heç qandaq yardım verilməyənlik üçün zapas ozuq tölük, yem xəşkimiz tügəyli dep qaldı. Avam rəiyyət mo yağının təhlikisi bilen bolup, dehqançılığı yaxşı bolmadı. Onun üstüge avamның qoludu mu ozuq tölük kəmçil. Əgər moşundaq tırkışıp turayıverdiğen bolsaq, Ləşkərlər bilen avam yağıda qırılmağan təqdirdi mo, qarı qışda açlıqdan qırılıp ketedi. Şoň keyinki afetning oldini olamiz deydikanmiz, tez jang qilib, tez g'alaba qilganimiz afzal.
Təminimcə, yav sərkərdiləri Qumulның yer şəraiti bilan ancha tonish emas qo deyman, dedi Saydali olib Süpürgü Mirzaga qarab. Rost deydilar Amirzodam, dedi Süpürgü Mirza. Necha vaqtdan beri biz faqat afzal yer sharoitimizdan foydalanib yovning ilgirlash yo'lini to'sib turaladik. So'ng Qumul shahri hozirgacha omon qoldi. Undaq bo'lsa biz mush afzal sharoitimizdan unumli foydalanaylik, dedi Saydali olib o'ltirganlarga tekshir qarab. Biz hozirgacha mudofaa holatida turib kelganimiz uchun tashabbuskorlik bilan hujum holatida turgan yov askarlari biroz bexud bo'lish kerak. Mana bu tarafi biz uchun foydali. Endi biz yovning kutmagan yerdan chiqib, tashabbuskorlik bilan hujum qilaylik. Habballi, mau gap joyida bo'ldi, dedi Sarkarda Bo'ron xo'ja. Shahzoda oliylar farmon bersa, kamina turshavul bo'lishni xohlayman. Məmmə Sərkərdə Bo'ron xo'jaga hamdan bo'lib turshavul bo'lay, dedi Sərkərdə Mənglik Aqniyaz. Necha vaqtdan beri mudofiada turib lashkarlarimizning ichi pishib ketdi, dedi Sərkərdə Roji Xo'janiyaz. Bizmi turshavul bo'lishga tayyormiz. Ol bosqinchilar biz qumulliqlarni iniga kirib olib, mo'kinib olishdan boshqa yormaydigan choshqon o'xshaydi deb qolmasin yana. Janob Sərkərdilarning jasoratiga tasanno, dedi Shahzoda Uvaysxon. Biroq qora kuchga tayansak bo'lmas. Boy Süpürgü Mirza janoblari yovning piyodalari oz, otliqlar ko'p deb ma'lumot berdi. Bizning bo'lsa otliqlarimiz bor bilan yo'qning oraliqida. Piyodalarimiz bilan otliq yov hujum qilsak talofat ko'p bo'ladi. Shuningga yaxshiroq bir tadbir tuzaylik. Yog'ining bir jang 9 rang deb ekan. Rang tadbir haqida aql ko'rsatgaysizlar. Otliqlarga taqobil turishning eng yaxshi chorasi o'qiyoq, dedi Ishqaga Oxunbek. Lashkarlarimiz orasidan eng marganlarini tanlab turshavul qilaylik. Ori, Ishqaga janoblarining tadbiri muvofiq, dedi Saydali olib. Ori degani shundoq to'g'ri, durust degan gap deb izohatda. Ammo saldek bostirib kelgan otliqlar o'qiya bilan unumli zarb berib bo'lmas. Qolt pamimcha avom bilan lashkarlarni harakatlantirib, at tong yo'rg'icha ham kangri, ham cho'nqir qilib xandak qazaylik. Ondan xandakni loypatqoq bilan to'ldiraylik. Biz xandakning bu tarafida turib, yov lashkarlarini jangga undaylik. Yov lashkarlari bizni qo'g'lab otsagan hamon biz chekinaylik. Mana bu chaqda jon jahli bilan bizga yo'pirilib kelgan otliq yov lashkarlari otlar bilan qo'shilib xandakka mo'lla qatudida sarosimga tushib sepi buziladi. Ular o'zini o'ngshab bo'g'icha marganlarimiz karomatini ko'rsatdi. Shuning bilan yovning otliqlarini majbur piyoda qilimizda, o'l chaqda piyoda turshavullarimizga o'ngishliq sharoit yaratildi. Saydali olib hamrohlariga taksi bir qarab olgandan keyin gapini davomlashtirdi. Shuning bilan birga Javang'or va Barang'or qo'shinining sarkarlari tun kechasidan foydalanib, to'ydirmay yovning orqa tarafiga o'tib oladi. Jang boshlanib, nog'ri chelingan hamon yovga orqa tarafdan hujum qilib, parakanda qiladi. Chapdas yigitlar yovning oziq-tulik yem-xashkiga o't qo'yvasin, dedi Ishqaga Oxunbek. O'tni ko'rsa yov texnik parakanda bo'ladi. Unda qilishga zinhor bo'lmas, dedi Süpürgü Mirza. Qumul diyorida hozir oziq-tulik intayin kamchil. Navod yovning oziq-tuligini g'animat ola olsak, lashkarlarimiz bilan avomning qishlik oziq-tulik masalasini hal qilib ola olamiz. Ori, dedi Shahzoda Uvaysxon. Oziq-tulik hamlash intayin muhim. Shundoq bo'lsin, Amirzodamning ko'rsatgan tadbiri bo'yicha tayyorlik qilaylik, dedi Amir Süpürgü Mirza. Farmon, dedi Shahzoda Uvaysxon qaddini ruslab. Ishqaga Oxunbek bilan Sarkarda Mənglik Aqniyaz 4000 lashkar bilan ko'z bog'langanda yo'lga chiqib, tong yo'rg'icha yovning orqa tarafiga yo'shirilg'ay. Sarkarda Bo'ron xo'ja bilan Sarkarda Roji Xo'janiyaz 2000 o'qyochi, 3000 qilishvoz lashkarni dilxohlab turshavul bo'lg'ay. Bular qursaqni yaxshi to'qlab, tong otqicha obdan aramag'ay. Qolgan lashkarlar bilan avomga Amirzoda Saydali olib bosh bo'lib, tong yo'rg'icha loypatqa xandiki yasag'ay. Jangga Amir Süpürgü Mirza janoblari boshchilik qilg'ay.
bosh ustiga maslahat pishqandan keyin hammalar o'rinlaridan turishdi. Hurmatli o'quvchilar, bugun kitobni mushayakcha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib anglag'anlarga rahmat. Xayr, xush, omon bo'lgaysizlar.